Qo'shning yanada yaqinlashaylik. Nimaga? Juda ham sovuq qotib ketdim. Uyingizga boring undan ko'ra. Uyimdan boruz tashqari issiq. Uyingizda pechka yo'qing. Pechka yo'q bo'lsa nimani yoqaman? Boshimni yoqamanmi? Falokat bor shu pechka bo'lganda o'yladi. Mergash kerak, yur merga aytamiz. Yur ketdik. Hali ham shu pechkam bor, bilmadim agar pechkam bo'lmaganda uyning ishi juda ham sovutib ketardi. Mana bu yerda mazza qilib choy ichib o'tirman. Pechkamda ham hali ham ko'mir bor, normal. Endi esa buni olib qo'ysam ham bo'ladi, sababi o'zi uyim juda ham isib ketdi. Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana mana shu Krifmangni video roligimga xush kelibsizlar bolalar. Qarosh tak jigarlar. Hozir mana bu yerda mazza qilib o'tirman, pechkamni yoqib jigarlar va uyim ham normal isidi. Endi esa bola tashqariga chiqib, xolos ishimni qilishim kerak. Albatta bolalar, jigarlar. Tezda videoga like bosib, tezda kanalimga obuna tugmachasini bosib tashlash yodingizdan chiqmasin. Sababi men bola hamma kanallarimda tezroq 1000 tadan oshiq obunachilarni to'plab tashlash bu meni maqsadim. Deb unaqa olsam bola endi men tashqariga chiqib xolos ishim qilib kelishim kerak. Aytgancha bola mana bu pechkamni ham o'rniga qo'yib qo'yay. Tak pechkamni olay, oppa va pechkamni oppa olay pechkamni undan ko'ra voy palikat oppa ola qolsangchi tezroq tak oppani va buzildi. Endi esa pechkamni o'rniga qo'yib qo'yaman. Ya'ni voy palikat menga nima bo'lyapti? Prost Minecraftni boshqaramagan bo'lib qo'yganman. Nima bo'la? Tak mana bu yerga pechkamni o'rnatib oldim. Endi esa kirkamni solib qo'yaman va keyin mana bu yerda kostyumni kiyib olib bola qaranglar, menda kostyum bor, ya'ni kostyum sotib oldim. Bu esa juda ham issiqqina bo'la qaranglar, mazza. Endi xolos bo'la tashqariga chiqib ishimni qilib kelaman. Bo'la tashqari juda ham sovuq. Qishloqlasizlar, umuman sovuq qotmaysizlarmi? Sovuq qotib yurmiz, undan ko'ra uyimiz bor, bundan 5 barobar sovuq. Tushunarli. Unda tashqarida yurganlaring juda ham yaxshiroq bo'libdi. Uni qolsa mana bilan yaxshilab tozalab olamiz. Krep senga mazza ya. Nimaga? Uyingda pechka bor. Sizlar ham o'rnatinglar. Pechka juda ham qimmatda. Bizlar umuman nima bo'ladi, pulimiz yetmaydi unga. Ishlab topilaring hamma nima bo'la? Nima endi shuni ham men o'rnatib berishim kerak, bilmadim. Tak uni qolsa endi o'rnatamiz. Oy Krep, nima sizlar yana? Seni boya men chaqirayotgandi. Ber nimaga? Bilmadim, chaqirayotganda sababni aytmadi menga. Mayli. Hazillashtirmabdi, sababni aytdi. Qo'sh, sabab nima ekan? Xullas pechka o'rnatar ekansan. Nima, yana nima? Bilmadim, xullas shunaqa. Voy palakat, mayli hozir yerning o'ziga borib kelishchi. Balki hazillashayotgandir, to'g'rimi? Bola pechka o'rnatyapman. Shunda hamma uylarga mayli hozir ko'ramizda, bola agarda o'rnatish kerak bo'lsa, noiloj o'rnatamiz bola. Lekin hammasini yaxshilab ekib chiqamiz. Bu yerga sabzi ekadi yo'q, qanaqasiga qaysi kellar bilan bu yerga kartoshka ekmoqchiman bilmadimmi? Lekin esa oppana. Aytgancha bola, sizlarga bitta savol. Sizlarni bola yoshlar nechida? Albatta o'shani kommentariyaga o'tib yozib qoldirsanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Lekin bola bugun soliq topshiradigan kun emas, o'shaning uchun mana bu qo'yaman sandig'imga. Va video ketmayman solaman. Endi merga o'ziga borib keldim. Men bilmadim bo'la qanaqa ish, balki hazillashayotgandir. Pechka o'rnatmayman, agarda o'rnatish kerak bo'lsa, majburman bo'la boshlayman, nima ham qiladim. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, qarib yaxshimisan? Yaxshi o'z qilib. Yaxshi-da, kelayotgan shu juda ham anomal sovuqlaring bilan. Rahmat o'zingizga ham. Xullas, janob qarib bitta ish bor. Balki pechka emasmi? Aytishib yo'q. Voy paligat nima? Men o'rtaman shuni ham. Mani o'rtaymi? Yo'q. Men xolos kelam kimga zakaz qildirganman Murod tog'ga, hali lekin kelmadi dedi. Kelgandan keyin o'zing olasan va hamma uylarga bitta ikkitadan pechka o'rnatib chiqasan. Palakat. Shuni men yoqib beray. Undan ko'ra yaxshi bo'lardi. Hazillashdim. Ularni yoqib, o'tinmaydilar, o'tirish niyatim yo'q. Palakat bo'la endi sen nima qilamiz? Har doimgidek shu menga ish buyuradi va har kuni taqulas mana bu qishloqda qancha uy bor, hammasiga pechka o'rnatib chiqishimsa kerak. Mayli bo'la, nima ham qilardim. Assalomu alaykum Murod tog'a. Va alaykum assalom Krep Jigarbekim, yaxshimisan? Yaxshi o'z qilib. Yaxshi-da. Pechkalar keldimi? Da keldi, mana shkaflarning ichida. Shkafni qaysi birida ekan? Mana ekan. Bir stok pechka. Da o'zi mernos shunaqa zakaz qildirdi. Qani ko'rilcha qanaqa pechkaligini, ichkarisida o'tni ham bor ekan. Da tayyor o'zini o'tini ham keldi. Lekin juda ham udar ekan. Da udar menga ham yoqdi. O'zimga ham bittasini o'rnatib ket. Sizga ham mayli, qayruni tamza buni o'rnatilgan joy ham yo'q sizda. Mayli, o'rnatmay qo'yaver, bu yerda baribir zakaz nimasi bo'ladi. Bu yerda yashamayman, bilasiz, uyim bor. Bilaman. Mayli, Murod tog'a noqolsa men ketsam bo'ladimi? Bo'ldi, ketaversak bo'ladi. Pulni to'lagan ber. Bo'ldi, brat, juda ham yaxshi.
Ayaqqa bo'lib bir stak qaraylar, bir stak. Bu nima hammasi qayerga o'rnataman? Mayli bo'lib farqiga ham o'rnatib qo'yaymi? Mashinalar ham bechora bolalar sovqotgandir. Jinni bo'libman bo'ru. Teginisi bo'lar sekin men chekkadagi kompyuterxonadan boshlab o'rnatib chiqamiz. Assalomu alaykum, kompyuterchi bratan. Yaxshimisiz brat? Yaxshi o'z qala xullas, pechka o'rnatyapsiz, xizmati bor. Pechka o'rnatdim bo'ladimi? Bo'ldi, men aytayotganda. Da mana o'rnatdim, o'zingiz yo'q bo'lasiz, lekin bu yer kattaroq ekan, ikkitasi ketadi-yu bu yerga. Yo'q, kompyuterga yoniga qo'yma. Nimaga? Kompyuter ham buzadi-yu. Mayli, brat, juda ham yaxshi. Unaqa qolsa, bo'ldi bratan, unaqa qolsa bittasini o'rnatdim va vse bo'ladi. Birinchisi minus endi. Endi mana uyga o'rnatamiz. Bu yerda bo'lib, bu uy 3 qavat, shuning uchun 3 qavatga 3 tasini o'rnatishimiz kerak. Tak mana bu yerga ham bitta o'rnatamiz va yuqoriga nima kerak bo'ladi? Mana bundan ko'ra yo'q bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Mayli, bo'laningchi. Yo'q, sizlarning ichasizlar bu yerda. Bu kalkulyatsiya ko'zingga ko'rinyapti, biz bittamiz. Yo'q, men ahmoqman-da, bir bilan ichga kirib olgansizlar. Mayli, bilmadim, bola jujitlar bilan bug bo'ladi-da, baribir bo'lib. Lekin o'yinchilar bilan bug bo'lmaydi, sabab o'yinchilar legenda. Tak endi esa bu yerga bittasini o'rnatamiz. Tushman, mana bu nima o'rnatmayapti bu? Minecraft bugmi yana? Bilmadim, bola qanaqa bug, mayli, o'rnatib chiqdim bittasini va endi esa bola mana bu yerga ham bittasini o'rnatimiz kerak, kichkinagina uy. Va mana bu yerga chekkiga bittasini o'rnatamiz va tak mana bu yerga o'rnatmaymiz, tak mana bu yerga o'rnatamiz bitta. O'rtaroqqa oppani uyib bu yerga ham o'rnatilmayapti bu. Boraman, nima bor ekan fakkal ham mayli, mana yerga o'rnatib qo'ysa juda ham yaxshi bo'ladi. Va vse normal bo'ladi. Lekin bu uylarni ichi to'rsam juda ham sovuq ekan, tashqariga qaraganda sovuqroq to'rsam. Degan esa mana bu yerga ham bitta o'rnatamiz va vse. Tak mana bu tashlandiq uyga kerak emas. Ayo bola, tashlandiq uyga qaysi kala bilan o'rnatmoqchiman bilmadim. Tak qolib ketmadi hech uy bola. Menimcha qolib ketmadi. Tak men o'rnatdim. Mana bunga ham menimcha o'rnatganman. O'rnatdim bola, juda ham yaxshi. Normal emas. Tak endi esa bola qaysi uyga o'rnatishimiz kerak? Mana bularga ham o'rnatishimiz kerak hali. Bu nima bo'ldi? Eshigi qani buni? Bola eshigi, sizlar shiychilar eshigi qani buni uyni? Eshigini olib tashlamiz. Tushunali. Mana pechka o'rnatib ketdim. Juda ham yaxshi, rahmat ekan. Azmidazni mana yop qo'y, bola qaranglar. Eshigini olib tashlashdi. Uy. Qo'rqib o'rgan odammi? Mayli bola, endi esa mana bu yerga ham bittasini o'rnatamiz. Tak qayerga? Davay, mana buni buzib tashlaymiz. Mana kitobni kerak emas bizga. Lekin bola mana bu yerga emas. Bo'ldi, mana bu yerga ham o'rnatdik. Endi esa boshqalarga ham o'rnatishimiz kerak. Kafega ham bitta o'rnatishimiz shart. Menimcha kafe sababi juda ham katta uy va ko'pchiliklardan keladi. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom bratan, yaxshimisiz? Yaxshi o'z qalay. Xullas, kalom mana bu yerga pechka o'rnatmoqchiman. Bo'ldi, o'rnatavering. Tak qayerga o'rnatamiz bu pechkani? Tak oynaning yoniga, shu yerga bitta o'rnatamiz va mana ichkarisiga bitta o'rnatamiz. Va 3 ta o'rnatsak, juda ham yaxshi bo'lardi. Tak endi mana bu ham bitta va vse. Lekin bola mana barg yom ketmaydimi ekan? Bu barg yom ketmaydimi? Yom ketishini olib qo'yavering. Bo'ldi brat, mayli, uni hozir buni olib qo'yamiz va vse. Barg yom ketishi mumkin, sabab bola bilasizlar, barg juda ham tez yonadigan narsalardan biri. Men xullas sizni uyingizga ham bitta o'rnatmoqchiman. Bo'ldi, o'rnataver. Lekin esa xullas mana bu yerga bitta o'rnataman bo'ladimi? Bo'ldi, kirgan odam mazza qiladi. To'g'ri, qaranglar bo'lim bu yerda uyinichi bu. Endi esa mana bu yerga bitta o'rnatamiz, vse normal bo'ladi. Vse chotki. Tak endi esa menimcha uylar qolmadi. Endi o'zimning uyimga bitta o'rnatishim kerak. Sabab bu bola ozgina kattaroq ekanda. Stop, mana bu tarafdagi uylar qolib ketdi. Yo'shlarga ham o'rnatishim kerak hali. Tak o'zimga ham bitta, menimcha o'zimga kerak emas. Sababi mana bu o'zimning bitta pechkam bor, normali shu yetadi bo'l menga. Bizga unchalik ham ko'p pechka kerak emas. Tak endi esa mana bu uyga ham bitta o'rnatishim kerak. Mana shu uylar qolib ketdi. Qolib ketdi. To'g'ri, tak endi mana bu yerga bitta pechka o'rnatamiz, kichkina uylarga bittadan va mana bu kompotni uyga o'shaga qaranglar. Oldin mana shunaqa uylarda yashaganman, hozir esa bunaqa uylardan men ko'chib ketganman. Bo'lib, bu yerda pechka bor ekan. Amal o'rnatib qo'yavering, har bitta uyga o'rnatadi, shuning uchun. Lekin men shuncha pechkani nima qilaman? Assalomu alaykum, Mehmet tog'a. Va alaykum assalom, Karim, jigarim, yaxshimisan? Yaxshi o'z qilay. Xullas keram, tak mana bu yerga bitta pechka o'rnatib ketdim. Bo'ldi, brat, yaxshi, rahmat. Arzimaydi, bratan. Tak bo'ldi, mana bu ham bitta o'rnatdik va menimcha uylar qolmadi bo'ladi. Menimcha qolmadi uylar. Hammasiga menimcha o'rnatib chiqgan bo'lsa kerak. Tak hammasiga normal bo'ldi. Hech qanaqasiga qolmadi deyishman. Bola skladga ham bitta pechka o'rnatib ketaylik, sababi skladga ham kerak bo'ladi pechka va qolgan pechkalarning hammasini skladning o'ziga tashlab ketamiz. Qana ochlar qo'ysancha va eshik yopamiz va sabab bola skladning ichida juda ham ko'p narsa saqlanadi. Sovuq o'rib ketmasligi uchun bola tak mana ikkita pechka qo'ydim. Ikkita bola. Normal. Endi esa mana bu qolgan pechkalarni solib ketdim va vse. Endi esa uyga
bor. Xullas bola damni olaman men ham. To'g'risini bola uje men yuguraverib, umuman sog'am sezilmay ketdi. Sababi boyatdan beri bilasizlar yugurib yurman. Qishloqlar xullas ko'ram, hammalarning uylariga pechka o'rnatdim, borib yotilaylar. Voy kirib, rahmat Abdushi. Arzimidi, vafshi cho'tdi bola. Bunda u jitalar ham xursand bo'lib qolishdi. U yaxshi bo'ldi. Jitalar xursand bo'lishdi, eng muhimi. Bu degani juda ham yaxshi degani. Vafshi bola mamcha hammasi normal bo'ldi. Mamcha hamma ishni cho'tki qildik. Endi mana hisob ketamiz va всё, normal mamcha. Tashqaridan emas, normal pozish qilindi va всё bo'ldi. Bugun endi ichkariga kirib o'tirsam bo'ladi. Hamma ishni qilib bo'ldim. Endi mana olamiz va hisob ketamiz, solamiz skapimiz ichiga va всё bo'ldi. Endi sizlar uchun bo'lib video olishim kerakman. Sababim video olmaganimga ham 2 kun bo'ldi. 2 kundan beri video olmadim. Endi bugun xullas bo'ldi, notebook'im yo'q, video olishim kerak. Mayli bo'lsa sog' bo'linglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar.